Agar sizni qulog'ingizda har xil surunkali kasalliklar bo'lsa, yiringli yoki boshqa ajralmalar oqayotgan bo'lsa, nog'ora pardangizda jarohat, teshilish bo'lsa, siz o'zingizni qanday ehtiyot qilishni bilasizmi? Bunday quloqni asosiy dushmani bu suv hisoblanadi. Siz har qanday holatda ham qulog'ingizga suv kirishiga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Agar cho'milayotganingizda yoki vannaga kirganingizda, basseynda cho'milganingizda qulog'ingizga suv kirmasligi uchun oddiy paxta qo'yayotgan bo'lsangiz, bu to'g'ri hisoblanmaydi. Chunki quruq paxta suvni o'tkazadi. Buning uchun paxtani yog'ga botirib yoki vazelinga tegizdirib tashqi eshituv yo'liga qo'yish kerak. Cho'milib, artinib, qurinib bo'lgandan keyin paxtani olib tashlash kerak. Mana shundagina siz qulog'ingizni suvdan ehtiyot qilgan bo'lasiz va har xil kasalliklarning qaytalanishidan oldini olasiz.